Okay, hozirdan like bosib qo'ying. Bu uyimizni hozir sizlarga ko'rsataman. Inshaalloh hammamizga bunaqa uylar nasib qilsin. To'g'risi aytaman, bitta oilaga mazza qilib yashaydigan hovlini sizlarga ko'rsataman. Bu uyimizdan ikkinchi qavati bo'ladi. Uyingizni remont qilmoqchi bo'lsangiz, hozirdan ko'ring. Bu uyimizni haqiqatda remonti chiroyli chiqib ketgan. Bu yerda shunaqa chiqqaninglarda o'ng tomonimizda детский spalnya qilib ketilgan. Ranglariga e'tibor beringlar. Ko'ryapsizmi? Tunisini qilib vashin chiroyli qilib qo'yilgan. Bu remonti bor. Menga eng yoqadigan remontlardan biri bo'ladi. Chap tomonda yana bitta spalnya qilingan, детский spalnya o'zini balkoni qilib ketilgan. Endi qaranglar, bu yerda ota-onalar uchun yotoqxona qilingan. O'zini bu yerda sanuzlar qilib ketishgan, ko'ryapsizmi? Mana bu yerda ko'ringlar endi. Bu ikkinchi qavatda общий sanuzlar bo'ladi. Kafelariga e'tibor beryapsizmi? Haqiqatda zo'r qilib ketilgan. Mana bu yerda yana bitta детский spalnya qilib ketilgan. Agarda ortiqcha rasxod qilib men boshimni qotirmayman desanglar, tayyor bu xonadonni sotilyapti. Pastda telefon nomerini qoldirib qo'yganman. Bemalol telefon qilib xarid qilsanglar bo'ladi. Narxi $440 ming deb aytilyapti.